Chevrolet Monza nomi asrda qayta tiklanganda, bu shunchaki eski brendni jonlantirish emas, balki samaradorlik, ulanish texnologiyalari va dinamik dizayn hukmron bo'lgan davrda ixcham sedan qanday bo'lishi kerakligini qayta belgilash edi. 2027 yilgi Chevrolet Monza ushbu qarashning eng so'nggi rivoji bo'lib, dadil tashqi ko'rinish, haydovchiga yo'naltirilgan salon va zamonaviy dvigatel variantlarini uyg'unlashtiradi. O'zining nafis proporsiyalari va ilg'or funksiyalari bilan Monza to'lib toshgan sedan bozorida qulaylik, unumdorlik va aqlli texnologiyalarni birlashtirgan avtomobil sifatida ajralib turadi. 2027 Monzaning jozibasi uning platformasi va tashqi dizaynidan boshlanadi. Taxminan 4656 mm uzunlik, 1798 mm kenglik va 2640 mm g'ildirak bazasiga ega bo'lgan ushbu tort eshikli, 5 o'rindiqli sedan shahar va magistral yo'llarda harakatlanish uchun qulay bo'lgan ixcham o'lchamni ichki kenglik bilan muvaffaqiyatli uyg'unlashtiradi. Old qismidagi zamonaviy shakldagi panjara LED kunduzgi chiroqlar va yulduzsimon LED faralar bilan birlashib, nafaqat yaxshi yoritishni ta'minlaydi, balki avtomobilga sportcha va premium ko'rinish bagishlaydi. Kuzovdagi keskin chiziqlar va aerodinamik shakllar Monzaga dadil va ishonchli qiyofa beradi. Mavjud yengil qotishmali disklar esa hatto to'xtab turgan holatda ham sport ruhini his qildiradi. Kaput ostida 2027 Chevrolet Monza tejamkorlik va jo'shqin haydashni ta'minlovchi bir nechta dvigatel variantlarini taklif qiladi. Asosiy modellarda 1.5 litrli tabiiy havo yutuvchi 4 silindrli dvigatel mavjud bo'lib, u taxminan 113 ot kuchi, 83 kW va 141 Nm aylanish momenti ishlab chiqaradi hamda 6 pogonali 2 muftali avtomat uzatma bilan jihozlanadi. Bu kombinatsiya kundalik haydashda silliq ishlash va yoqilgi tejamkorligini ta'minlaydi. Volt standartiga ko'ra yoqilgi sarfi 100 kimga o'rtacha 5.8-5.9 litrni tashkil etadi. Bu esa Monzani ixcham sedanlar orasida eng tejamkorlardan biriga aylantiradi. Ko'proq quvvat va tezkor. Salon ichida 2027 Monza qulaylik va zamonaviy texnologiyalarning uyg'unligini namoyon etadi. Old panel markazida 2.25 dyumli suzuvchi ekran joylashgan. Biri raqamli asboblar paneli, ikkinchisi esa haydovchiga qulay burchak ostida joylashtirilgan multimedia ekrani. Ushbu raqamli tizim Chevroletning eng so'nggi interfeysi yoki ayrim bozorlarda sinov ost tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Navigatsiya va Apple CarPlay hamda Android Auto orqali smartfon bilan oson ulanish imkonini beradi. Orqa o'rindiqdagi yo'lovchilar uchun alohida havo chiqish teshiklari, taxminan 405 litrli bagaj bo'limi va salon bo'ylab ko'plab saqlash joylari kundalik foydalanishni yanada qulay qiladi. Mavjud charm o'rindiqlar, sozlanadigan haydovchi o'rindigi va ergonomik yechimlar uzoq safarlarni ham qulay o'tkazishga yordam beradi. Xavfsizlik va haydovchiga yordam beruvchi tizimlar ham Monzaning kuchli tomonlaridan biridir. Standart jihozlarga bir nechta xavfsizlik yostiqchalari, apps, barqarorlikni nazorat qilish tizimi, shinalardagi bosimni kuzatish tizimi kiradi. Shuningdek, ayrim komplektatsiyalarda yo'l bo'ylab harakatni nazorat qilish, yo'lakni almashtirishda yordam beruvchi tizimlar va ultratovushli radarlar mavjud bo'lib, tirbandliklarda xavfsizroq harakatlanishga yordam beradi. Old matchperson va orqa ko'p bo'ginli osma, shuningdek elektr kuchaytirgichli rul boshqaruvi shahar ko'chalarida ham, tezlikda magistralda ham barqaror va qulay yurishni ta'minlaydi. Ulanish va qulaylik masalasida ham 2027 Monza zamonaviy talablarga to'liq javob beradi. Simsiz quvvatlash paneli, ovoz bilan boshqarish, ko'p funksiyali rul tugmalari va sozlanadigan salon yoritgichi avtomobil ichidagi muhitni yanada zamonaviy va qulay qiladi. Kundalik ishga qatnash, dam olish kunlari sayohat yoki shahar bo'ylab zamonaviy uslubda yurish uchun Monza barcha ehtiyojlarni qondira oladigan universal sedan hisoblanadi. Umuman olganda, 2027 Chevrolet Monza shunchaki yangilangan ixcham sedan emas, u zamonaviy texnologiya